Do'stlar, mana og'ilimiz bityapti yangi joyda. 40 ta ho'kizga eng baland joyi 630. O tepasi eng past joyi 420 mi shunaqa. 20 ta bu tomonga, 20 ta narigi tomonga bityapti. Mana hozir suv uchun joy qilyapmiz. Necha tonnalik bo'ladi usta? 12 tonnalik suvga joy qilyapmiz shu yerda. Mana og'ilimiz boshdan ko'rinishi. Tepasi alohida yopilgan, 60 sm yana ko'tarilgan dimoxod bo'lish uchun ikki chekkadan. Mana o'rtadan kirib kelamiz. Bu ikki chekkada yo'lak bo'ladi. Hali stejkasi oxirigacha yetmadi. Yo'lak bilan mol yotadigan joy bo'ldi. Chekkasida yo'lakcha qoldi faqat arig'i bilan sidib ketadigan kanali bilan. Konteyner oxir qilindi, vodiydan olib kelindi. Krishani ham vodiylik bolalar, o'zi andijonlik bolalar yopib berishdi. Yosinbek degan ukamiz, umrdan baraka topsin. Juda chiroyli ishladi bolalar. Roziman men ulardan. Xullas, mana shu ko'rinishda oldidan yem-xashak solinadi, oxirida eni 60, balandligi chuqurligi 35, mollar orasi 120 dan, yotadigan joyi 210, naryoqda yo'lak bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ldi og'ilimiz. Oldiga salafon tutiladi.